5 kilolik bolani operatsiya qildik. Azizlar, hozir kesyapmiz. Bu ayolimiz homiladorlik 3-chi, tug'ruq 3-chi, 5 kilolik bolani operatsiya qildik. Показания ko'p. Двухсторонний, ya'ni ikki tomonlama kista bor ekan bularda. Tomonlama tuxumdon kistasi, mana ikkita kista. O'ng tomonda ham, o'ng tomonlama ham kista mana. Mana biz kistani o'zini olib tashladik. Tuxumdonini qoldirdik mana. Tuxumdoni qoldi. Kistani ichini kapsulasini oldik. Mana bu ikkinchi tomondagi, chap tomondagi kistomalarni ikkita, bittasi kista, ikkinchisi kistoma hozir olamiz. Azizlar, mana hozirgina bo'lgan operatsiyamiz. Bolachamiz 4,700 kg. Kesirvaga показания ayolimizda 3 ta kistlari bo'lganligi sababli ham operatsiya bo'ldi kesirva. Bolani vesi katta bo'lganligi sababli 4,700 kg hamda turbalarini bo'shatmoqchi edilar. Operatsiya payti 3 ta kistlar ham olib tashlandi. Bir tomonda dermoidli kista, ichidan soch chiqdi. Ikkinchi tomonda endometrioidli kista. Eng muhimi ayolda tuxumdonlar saqlab qolindi, turbalar saqlanib qolindi. Turbalarni biz boyladik, chunki onamiz 3-bolalar ekan, boshqa tug'ish istamadilar. Operatsiyamiz udashli chiqdi. Mana pahlavonimizni qarang. Asalimo, go'zalimo, kecha qadamlaring bo'lar davo, yuragimo, hayotim